Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Bu paytda bo'lsa o'zbekistonlik MMA jangchimiz Abdumalik raqibini birinchi raundning o'zida mag'lubiyatga uchratdi va juda ham ko'p negativlar MMA jangchilari xullas barchasini ovozini o'chirib qo'ydi va uning gaplarini eshitamiz do'stlar. O'zbekiston mana alhamdulillah yutvolli birinchi raunddan nokaut qildi alhamdulillah. Allohga shukr. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat. O'zbekiston prezidentimizga katta rahmat. Bizga shuncha sharoit yaratib beribdilar. Bizlar orqamizga prezidentimiz turibdi, O'zbekiston turibdi. Hech kimdan qo'rqmaymiz. Otabek Umarov katta rahmat. Ichki ishlar vaziriga ham katta rahmat. Qashqadaryo hokimiga ham katta rahmat. Ichki ishlar Qashqadaryoga ham katta rahmat. Botir aka ustozim, yaqinlarim bor. Akalarim, tog'alarim, otalarim. Menga yordam bergan akalarim, biratalarim. Oyat akam, birata. Shoh akam, Shahzod ukam Gold, Ispanchik, Ramzi aka, Ramz birata. Toshkentlik brat. Bayot akam, Bobur akam, Rahmonali aka, Shamil aka, hammalaringizga Abdushur Ahmad, O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'raman. Bu boshlanishi inshaalloh. O'rtoqdagi bizning muxlislarimiz Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston, rahmat hammalaringizga. Abdushur bizlar do'st bizlar. Hammalaringizga rahmat. Dostoyniy Paryajli mushuklar kasal bo'lmaylar. Hammalaringizga rahmat. Mana do'stlar, jangdan qisqagina lavha va jangdan so'nggi intervyu va bundan tashqari Goldning javoblarini eshitamiz. Skoro uyidimsa gol, urshadi u ham. Assalomu alaykum. O'rta Osiyo, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston. Muxlislar побед! Biz bittamiz. И еще хочу поблагодарить в эту организацию генерального директора Арман, брат. Тебе салам от нашего близкого, младшего братишкова Голда. Он от души рад. Когда он в беде был, ты не бросил, выручил как мужчина. Мужчины всегда мужчины. O'zbekiston hammalaringizni tabriklayman. Abbaka, bratuxa, Alloh bardavom qilsin. Alloh yuzimizni yerga qaratmadi. Bizani dushoy toza mujiklar biza bilan. Arman brat, большое спасибо. Juda ham yaxshilik ko'p degan Arman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, gap bo'lishi mumkin emas. Bu abbaka, bratuxa. Gapiramiz, so'zimizdan chiqamiz. Kulachka bo'lamiz, MMA bo'ladimi inshaalloh, to'g'ri yo'ldamiz. Men udardikman, kaylayni zo'raman. Abbaka! Jitib jibardingizga aka. Joningiz sog' bo'lsin. Negativlarni og'zimga shunday yangi yil oldi zamon tortib qo'ydingiz-da aka. Avvalambor yuzda nima ifoda bo'lishi emas, qalbda nima ifoda bo'lishi. Qalbi pok ekan, toza ekan, Alloh beryapti, Alloh bizga beryapti. Xudo xolasa inshaalloh bizning yo'limizda Alloh dakansa ochadi. Chunki bizning birovga yomonligimiz yo'q. Biz o'zimiz yo'limizda to'g'ri yurib, o'zimiz yaqinlarga qo'limizdan kelgancha foyda ulashamiz. Akalar, ukalar, jigarlar, yaqinlar, baxil bo'lmanglar, baxilni bog'ib ko'karmang. Faqat havas qilinglar. Ishlaringiz 5 bo'ladi. Xudo xolasa endi gol bitta yetib qo'yadi. Isma keting gazini bosamiz darsi bo'lishi. O'zbekiston olg'a. Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.